Oybekning Navoiy romani tarixiy bibliografik roman janrining nodir namunalaridan biri hisoblanadi. Asar voqealari 18 yoshli yigit Alisher Navoiyning Samarqanddan Hirotga qaytishi bilan boshlanadi va Navoiy hayotining eng samarali va eng sermazmun davrlarini qamrab oladi. Asarda Navoiy tarjimai holining asosiy bosqichlari hayotiy haqiqatlariga mos holda yorqin tasvirlangan. Navoiyning oliyjanob fazilatlari, ajoyib xislatlari, vatan, xalq va adabiyot oldidagi buyuk xizmatlari birin-ketin ochilib boradi. Romanda Husayn Boyqaro, Hadicha Begim, Mo'min Mirzo singari tarixiy shaxslar obrazi ham berilgan. Ustalik bilan yaratilgan bu obrazlar bosh qahramon Navoiy xarakterini ochishda muhim o'rin tutadi. Navoiy romani o'zbek tarixiy romanchiligi tilining shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi. Asar tili o'tmish davrning jonli tilini yaratish namunalaridan biri bo'lib qoldi. Unda 500 yil avval yashagan tarixiy qahramonlarning tili hozirgi kitobxonlarga tushunarli qilib qayta shakllantiriladi. Yozuvchi asarga Navoiyni yetuk kamolot pillapoyasida hayotning pastu balandini, oq u qorasini ko'rib bo'lgan zamonida olib kiradi. Ya'ni Navoiyning bolalik, o'spirinlik vaqtini emas, o'rta yoshdan oshgan mahali tasvirlanadi. Bu bilan kitobxon tasavvurida Oybek ulug' do'stu yor va xalq muhabbatiga sazovor bo'lgan ijod ahliga homiy, har ishda adolatli, nozik qalb egasi sifatida gavdalantirgandir. Qachonki romanga ko'z tashlar ekansiz, sahifalar qatidan ulug'vor, halim tabiat shoirning nurli siymosi sizga mehr bilan boqib turadi. Asar voqealari Navoiyning o'limini aks ettirish bilan yakun topadi. Aziz kitobxon, ushbu tarixiy durdona asarni o'qib chiqishingizni tavsiya etib qolamiz.